Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Habibaxon onajon, o'zingiz bo'lasizmi? Onajonim, salomatmisiz? Qo'ng'iroq qilib sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Voy, men mana o'rtog'im deb men sizni kuttirib qo'ydimmi? Yo'q, hech qisi yo'q onajonim. Avvalambor qo'shaloq bayramlar, ya'ni kirib kelgan ro'za-i Ramazon va bugungi tavallud ayyomingiz, shukronali shodona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Yaratgan Alloh ro'za-i Ramazonlar muborak bo'lsin. Ro'zalar chiroyli chiqarib olishga hammaga nasib qilsin. Rahmat onajonim. Yaratgan Alloh umringizga umr, tanangizga sog'lik, salomatlik, qalbingizga esa huzur halovatni baxshid aylasin deymiz. Onajonim, ayni daqiqalarda qo'ng'irog'ingizni band qilib turgan Dilizxorim loyihasidan loyiha boshlovchisi muxtasar bo'laman. Rahmat. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bugun sizni shukrona kuningiz, shodona ayyomingiz munosabati bilan loyihamizga yaqin bir insonlaringiz nomidan chiroyli tabriknoma Dilizxorlari kelib tushgan ekan. Onajonim, nima deb o'ylaysiz? Qaysi yaqinlaringiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Kimmi? Shu qizlarim. Ko'proq Shohida qizning ideyasi bo'ladi. Bunaqa narsalargacha bunga ishonaman. Shohida qizim hech bir narsani qurib qo'ymaydi. Juda yaxshi narsalarni organizatsiya qilib qo'yadi. Mashalloh, Yaxshi bo'lsa kerak. Albatta onajonim, farzandlaringiz tomonidan, lekin eng avvalo sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi kelin qizingiz Ro'zaxon tomonidan kelyapti onajon. U yonimda tabriklar bo'luvdi, shunga men endi qizlarim tabriklayapti. Albatta. Va ular bilan birgalikda albatta o'g'lingiz Abdumalik aka, qizlaringiz Feruzaxon opa, Shohidaxon opa. Kechadan beri xizmatimda, hamma mehmonlar kutganam, tayyorlab o'tiribdi. Mashalloh. Nabiralaringiz. Uzoqda qizim qolib ketishi shekilli debman. Mashalloh. Aminaxon, Fayzulloh, Zahroxon, Ziyodaxon, Alixon, Marjona, Yusuf, Mustafa, Muhammad, Sumoya xonlar, katta kuyovingiz To'xtasinboy aka, kichkinasi Farhodjon aka, barcha farzandlaringiz, nabiralaringiz sizni chin yurakdan tabriklab qolmoqda. Katta o'g'illarim deng, yana katta o'g'illarim, katta farzandlaringiz, albatta katta farzandlaringiz. Agar ruxsat bersangiz, barchalari nomlaridan kelin qizingiz Ro'zaxon tomonidan kelgan chiroyli tabriknoma, sizga ayta olmagan so'zlarini